Hindistonning Sherlar o'rmoni deb ataluvchi Sirhind shahrida bir chaqaloq dunyoga keladi va unga Ahmad deb ism beradilar. Uning zehni shu qadar o'tkir ediki, qisqa muddatda Qur'oni Karimni to'liq yod oldi. Bu tasavvuf tarixdagi eng buyuk va tezkor yuksalishlardan biri edi. Boburiy hukmdorlardan Jaloliddin Akbar Shoh Hindistonda turli dinlarni qorishtirib, dini ilohiy degan yangi sun'iy dinni joriy qilmoqchi bo'ldi. Bandalik shundoq bo'lg'ay. Agar banda bo'lsak, mana shundoq bo'lmog'imiz kerak. U zotni zamondoshlari va keyingi avlod Imom Rabboniy, ya'ni Rabboniy olim deb atashdi. Islom olamida 2000 yillik boshlanayotgan bir pallada Hindiston yarim orolida dinning sofligiga putur yetayotgan falsafiy chalkashliklar avj olgan bir davr. Aynan shunday qaltis vaziyatda maydonga bir zot chiqdi. U zotni zamondoshlari va keyingi avlod Imom Rabboniy, ya'ni Rabboniy olim deb atashdi. Yana bir ulug' nomi esa Mujaddidi Alif Soniy, 2000 yillikning yangi yo'l boshlovchisidir. Navbatdagi sonimiz Naqshbandiya tariqatining buyuk ustuni Hazrati Umar roziyallohu anhu avlodlaridan bo'lmish Shayx Ahmad as-Sirhandi haqlarida bo'ladi. Assalomu alaykum azizlar. Sizlar bilan har doimgidek Farohiddin Mas'ud. Boshlaymiz. Milodiy 1564-yil, hijriy 971-yilning Shavvol oyi. Hindistonning Sherlar o'rmoni deb ataluvchi Sirhind shahrida bir chaqaloq dunyoga keladi va unga Ahmad deb ism beradilar. Uning nasabi ota tomonidan islom olamining ikkinchi xalifasi Hazrati Umar ibn Xattobga borib taqalganligi bois unga Al-Faruqiy nasabi ham berilgan. Yosh Ahmadning ilk ustozi otasi bo'lib, mashhur olim va sofiy Abdul Ahad Al-Faruqiy edi. Uning zehni shu qadar o'tkir ediki, qisqa muddatda Qur'oni Karimni to'liq yod oldi. O'z davrining yetuk ulamolaridan ta'lim olib, atiga 17 yoshga to'lganda barcha zohiriy ilmlarni egallab bo'lgan edi. Qarangki, u hali o'smirlik chog'idayoq nafaqat ilm o'rganar, balki jiddiy mavzudagi asarlarga ham qo'l urar edi. Risola-i Tahliliya va payg'ambarlik isboti kabi asarlari uning yoshlikdagi ilk mevalaridan edi. Otasi vafotidan so'ng Ahmad as-Sirhandi haj safariga otlanadi. Ammo taqdir uni Makka yo'lida emas, balki Dehlida kutib turgan edi. Bu yerda u Naqshbandiya tariqatining buyuk piri Xo'ja Muhammad Boqibulloh bilan uchrashadi. Bu uchrashuv oddiy emasdi. Do'stlarining tavsiyasi bilan shayx huzuriga kirgan Ahmad boy yo'g'i 2 kun ichida u zotga bay'at qiladi. Ustoz shogirdining salohiyatini tezda payqaydi. Ahmad as-Sirhandi Xo'ja Boqibulloh xizmatida atiga 2 oy u bir necha kun bo'ladi. Shunday qisqa muddat davomida ustoz unga mutloq irshodnoma, ya'ni ustozlik qilish huquqini berib, o'z yurtiga xalqni to'g'ri yo'lga boshlash uchun jo'natadi. Bu tasavvuf tarixdagi eng buyuk va tezkor yuksalishlardan biri edi. Imom Rabboniy yashagan davr islom olami uchun nihoyatda sinov pallasi bo'ldi. Boburiy hukmdorlardan Jaloliddin Akbar Shoh Hindistonda turli dinlarni qorishtirib, dini ilohiy degan yangi sun'iy dinni joriy qilmoqchi bo'ldi. Islom ahkomlari unutilayotgan, sunnatdan uzoqlashish kuchayayotgan edi. Ayni shunday pallada Imom Rabboniy qo'liga qilich emas, qalam oldi. U dini ilohiyga keskin qarshi chiqdi. Hatto keyingi hukmdor Jahongir Shoh huzurida ta'zim qilishdan bosh tortgani uchun 3 yil hibsda o'tirdi. Ammo uning bu matonati oxir oqibat saroy ahlini
va shohni ham to'g'ri yo'lga qaytarishga majbur qildi. Imom Rabboniyning eng buyuk asari bu shubhasiz Maktubot asaridir. Bu shariat va tariqatni birlashtirgan, bid'atga qarshi turgan va minglab qalblarni isloh qilgan qomusdir. Asar 3 jilddan iborat bo'lib, jami 536 ta maktubni o'z ichiga oladi. Birinchi jild 313 ta maktubdan iborat bo'lib, bu Badr jangi qatnashchilari va payg'ambarlar soniga ishoradir. Ikkinchi jild 99 ta maktub bo'lib, Allohning go'zal ismlaridir. Uchinchi jild 114 ta maktub bo'lib, Qur'oni Karim suralarini yodga soladi. Bu maktublar shohlardan tortib oddiy darvishlargacha yozilgan bo'lib, unda vahdatu vujud, ya'ni hamma narsa Xudo tushunchasi o'rniga shariatga mos keluvchi vahdatu shuhud, ya'ni hamma narsa Xudodan g'oyasi ilgari suriladi. U tasavvufni shariatdan ayri emas, balki aynan shariatning o'zi ekanligini isbotlab beradi. Imom Maktubot asarining 3-jildi 59-maktubida shunday yozadi: Xo'ja Sharafiddinga: insonning boshiga tushgan har kungi hodisalar Allohning irodasiga qaytarilishi va ulardan xursand bo'lmoq borasida. Haq taolo Muhammad alayhissalomning shariatlari ustida istiqomat qilmoqni va sizni har tomonlama o'zi ila bog'liq bo'lishni nasib aylasin. Aziz va aqlli o'g'lim, inson atrofda sodir bo'ladigan har kungi hodisalar Alloh taoloning irodasi ila sodir bo'lmoqda. Shuning uchun irodamizni uning irodasiga tobe qilmog'imiz kerak. Yo'liqqan har bir narsamizni bizning iroda va xohishimiz deb e'tiqod qilmog'imiz va shu sababdan undan xursand bo'lmog'imiz kerak. Bandalik shundoq bo'lg'ay. Agar banda bo'lsak, mana shundoq bo'lmog'imiz kerak. Aksincha bo'lmoq esa bandaning bandaligini qabul qilmasligi va sohibiga qarshi chiqmog'ini anglatadi. Alloh taolo hadis qudsiyda marhamat qiladiki: qazo va qadarimga rozi bo'lmagan va yuborgan balolarimga sabr qilmagan kimsa mendan boshqa Rob izlasin. Osmonim ostidan chiqsin. Ha, faqirlar, miskinlar va qo'l ostingizda bo'lgan ko'p kishilar ularni himoya va parvarish qilganingiz uchun rohat farog'atda edilar. Ularning haqiqiy egalari bundan keyin ham ularni himoya qilgay. Siz esa har doim yaxshiligingizni olgaysiz. Alloh taolo yaxshiliklaringizning mukofotini dunyo va oxiratda ziyoda qilsin. Vassalom. 59-maktub 3-jild. Maktubot asar aynan kitob shaklida yozilmagan bo'lib, bu asar shogirdlar tomonidan yig'ilgandir. Imom Rabboniyning ta'siri shu qadar kuchli ediki, u o'z davrining buyuk olimi Abdul Hakim As-Siyolkuti uni 2-mingyillikning mujaddidi deb e'lon qiladi. U asos solgan mujaddidiya tarmog'i Naqshbandiya tariqatining eng keng tarqalgan va faol yo'nalishlaridan biriga aylanadi. Bu buyuk zot hijriy 1034-yil, milodiy 1624-yilning dekabr oyida 63 yoshida Sirhand shahrida foniy dunyodan boqiy dunyoga rihlat qiladi. Imom Rabboniy hayoti bizga bir haqiqatni o'rgatadi. Agar inson haqiqat yo'lida sobit tursa, uning qo'ldagi qalam butun bir imperiya qudratidan ham kuchliroqdir. Uning yozgan har bir maktubi bugun ham zulmatdagi qalblarga nur bo'lib kirmoqda. Xulosa o'rnida maktubotdan yana bir hikmatni esga olsak, shariatning har bir hukmi saodat kalitidir. Kimki sunnatni mahkam tutsa, najot topg'ay, deb yozadi Imom Rabboniy o'z maktublaridan birida. Bugun siz bilan bo'lishmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Irfon Plus'ni kuzatib borishda davom eting. Ko'rsatuv haqidagi fikrlaringizni va aynan bu ko'rsatuvda yana kimlar haqida ma'lumot berilishini istasangiz, kommentariyalarga yozib qoldiring. Taningiz sog', iymoningiz mustahkam, oilangiz tinch bo'lsin. Tariximizni yoritgan buyuk quyoshlarning hayotini o'rganishdan to'xtamaylik. Zero ularga o'xshamoqlik biz uchun katta saodatdir. Sizlar bilan Farohiddin Mas'ud bo'ldi. Assalomu alaykum.